Bütün dünyadaki karındaşlar, Uygur karındaşlarım, Şarkı Türkistanlı karındaşlarım, Uyguristanlı karındaşlarım. Men sizlarga mushu qitimqi siyosatni belgilab beray. U bo'lsin boshqa hech narsani talash tortish qilmay, mushu mikrobdan chet eldagi vatandagi xalqimizni qanday qutuldirib qolamiz degan temada so'zlayli. Yuqoridagi qarindoshlarimizdek ushurvosi yetkazayli. Xalqimizning mushu mikrobda o'lib ketishining g'amini yeyli. Başka g'amlarni qo'yib turib, başka g'amlarni mushu mikrob tugagandan keyin agar biz siyosatchi bo'lsak, agar biz xalqimizga kuyinsak, agar biz xalqimizdan so'ysak, biz hozir xalqimizga, oq ko'ngil nodon xalqimizga mushu mikrobdan qanday qutulish to'g'riliq yo'l yo'riqlarni beraylik. Ularni 24 soatlab talog'i chiqma deylik. Ularning kambag'allarga iqtisod to'plab yetkazib 3 oylik tamog'ini yetkazayli. Turmushimiz yaxshilar, turmushimiz nacharlarga yordam qilayli. Mayli Qozog'iston, mayli Qirg'iziston, mayli O'zbekiston, mayli Rossiya, mayli Turkiya, hamma yerdagi qarindoshlar qo'linglarda bor iqtisod bo'la, iqtisodiy yo'qlarning 1 oylik, 2 oylik ta'minotini akirib beringlar. Zakat, sadığı bitir, nazir, hammasi buningdan ortiq olmaydi. Qarindoshlarimiz nadal ko'chaga chiqib oladi. Bir qitim chiqib kirsak ishim bo'lmaydi, oylanib kirsak nima ishim bo'lmaydi. Do'konlardan tamog'imizni akirib olaylik deb chiqdik. Undaq chiqmanglar. 3 oylik, 2 oylik tamoqni akirib talog'i chiqmay o'tiringlar. Bu qitimqi qutulish faqat talog'i chiqmaslik. Yuqorida aytgandek, mandaq ochiq suvlarni, limonlarni qiladigan narsalarni akilib olib o'ydi shuni qilib, o'zaqlarni hayatınlarını qutuldurup kelinglar. Mushu avlodimizni vatanda Xitoyni ko'ryapsizlar. Vatandagi qarindoshlarimizni, yosh bolalarimizni turkumlab Xitoy o'lkalariga akitib, Xitoyni turkumlab akib vatanimiz Sharq Turkiston, ya'ni Uyg'uristonga to'kyapti. Qarindoshlar, şu vatanni qutuldirish uchun biz hayot qolsaqmi chet eldagi ondan qutuldira olamiz. Shuning uchun hozir bizning siyosatimiz nima? Hozir bizning so'zlaydigan narsamizning temisi nima degan vaqtida temimiz xalqimizni mushu virusdan, mushu mikrobdan, mushu Xitoy mikrobidan qanday qutuldirib qilish va o'zimiz turayotgan davlatlardagi qarindoshlarimizga qanday yordam qilish, ularga qanday maslahatlarni berish. Biz mushu haqida muhokama qilaylik. Nomus qilaylik qarindoshlar. Bu talash tortishni qilishdan faqat Ceneva'la iqtidar, ahlivala iqtisod to'plab, shu Turkiyadagi barliq pul-xotin yetim o'g'il emas. Hatto ishlayotgan iqomati yo'qlarninki ish to'xtaydi hozir. 2 oy, 3 oy ishlamasa iqomati yo'q bechoralarning uyida pul yo'q. Ash iqomati yo'qlarga birdam yetkazib beringlar. Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistondagi boylar darhol aş g'aljat, cho'nja, yerkat hamma yerdagi kambag'al qarindoshlaringlarga uylarga 1 oylik, 2 oylik tamoqlarni akirib beringlar. Biz bir-birimizga eng yordam qilgan yer shari bo'yicha bir-birimizga o'rtaq, hatto o'zimizdan boshqa vaqt qarindosh millatlarga akirib beringlar. O'zinglar turayotgan davlatga qo'shni qulumlarga yordam qilinglar. Lekin o'zaro uchrashmanglar. Uyanglardan talog'i chiqmanglar. Buni vosita orqali qilinglar. Bir-biringlar bilan uchrashmanglar. Sorun-sorunni bemon bo'lib o'tmanglar. Magazinga 2 kunda bir qitim mal oladiganga yugurib chiqmanglar. Biroq akirib uydan talog'i chiqmanglar. Hey, turmudimi yotdiq-ku? Qarindoshlaringlar lagerda 4 yillab, 5 yillab yetyapti-ku. 20 yillab, 30 yillab, 10 yillab turmudi yetyapti-ku. Ash qarindoshlaringlar o'zinglarni selishtiringlar. Talog'i chiqmanglar. Yaxshi ozuqlanib bir-biringlarga hamkorlashib uyda o'tiringlar. Ma'vu meni siyosat. Ma'vu mening va bizning siyosatchilarning qiladigan ishimiz. Oldingi hisobga xalqning g'amini yeyman deb chiqqanlarning, xalqning g'amini yeydim deydiganlarning deydigan gipi va qiladigan xizmati. O'zinglarning agar oldingi hisobga chiqqanlar pul topsanglar tepib Turkiyaga, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston har yerdagi nominat oilalarga yetkazib beringlar. Endi Yevropa davlatlarida, Amerikalarda hukumat beradi. Lekin Turkiyalarda hech yetishmaydi.
Meyli Arabistan olsun, meyli Mısır olsun, meyli bu Tayland'daki qarindoshlarimiz bo'lsin, hamma yerda bir-birimizga yordam qo'limizni sunib, tashviqotlarimizni, so'zlarimizni, aqllarimizni, fikrlarimizni har jihatdan bir-birimizga yetkazadigan vaqt deb qarayman. Shuni hammanglarga shu so'zimni so'zlab qo'yib qo'ydim.